Toshkent City Parki ko'rinib turganligidan ko'ryapsizlarki, bu Nesvan'da yuqori qavatlaridan birida turibmiz. Hurmatli kuzatuvchilar, 32-qavatidan 68 kvadratli korobka holatdagi uyimizni obzorini ko'rishdan oldin prosta manzaraga qarab bir mazza qilinglar dedi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu joyni oladigan bo'lsanglar, har tomonlama yutasizlar. Chunki hozir korobka holatda turibdi. Buni olib remont qilib sotsanglar ham bo'ladi, remont qilib arendaga bersanglar ham bo'ladi. Eng zo'ri mazza qilib yashashinglar uchun. Hozir korobka holatligini bitta ko'ring. Podyezddan kirishimiz bilan mana shunaqa qo'shkasi bo'ladi. O'rtoqlar ko'ryapsizlar. Uyimizni polni свободный planirovkada turibdi. Xohlagan kuyiga solib, xohlaganda dizayn qilsangiz bo'ladi. Tayyor dizaynimiz bor. Biz sizlarga hozir video davomida loyihalarimizni qo'yib ko'rsatamiz. Bu yoq tomonimizda kuxnya bo'ladi. Undan keyingi oynamizda bu yoq tomonimizda katta yotoqxona bo'ladi. Uchinchi oynamizga keladigan bo'lsa, bolajonlar uchun eski xonamiz bo'ladi. Bu yoqda sanuzel joylashadi. Plan bo'yicha koridor bo'ylab kelganingizda bu yoq tomonimizda zal bo'ladi. O'rtoqlar ko'ryapsizlar. Humo arenaga qaragan tomon bu yoq tomonimizda. Bu yoq esa Paxtakorga, xullas Alayskilarga qaragan tomonimizda. Ko'rdinglar, ideal lokatsiya. Ya'ni ham qavatimiz 32-qavat, 3 xonali полноценный 69 kvadrat. Narxiga keladigan bo'lsa 200 so'rovimizni ozroqgina kelishtirib baraka qilinadigan joyi bor. O'rtoqlar, mana shunaqa zo'r uy-joylarni yo'qotmasligingiz uchun Uy-joy City'ga obuna bo'lib qo'ying. Sizdan nima ketdi? O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Uy-joy City bilan hamisha oson va qulay.